Assalomu alaykum hammaga. Bizda yangi devor mebel Chustda biz Toshqo'rg'onga kelganmiz. Xo'p, shu tokchadan boshlanadi, aylanib turib bu tarafga o'tadi. Xo'p. Tashqarida romimiz ham joyimiz bor. Betlar ham bo'ladi. Arzon variantda sekin ko'rsatib. Mebelimiz tayyor bo'ldi. Jami 12 metr joyga tayyorlandi. Bu taraf 1 metr, 3,5 metr. Bu tarafimiz 5 metr. Bu yerda nimalar bo'ldi? Arzon variantda devor mebel tayyorlandi. O'sha orqasi o'zini holatda qolgan, oshiq-moshiqlar vakuum, qora turbali ruchka. Ikkita taxmon, qolgan hamma qismi polka bo'lgan. Xo'p, ba'dagi romdagi joyimiz ham bitta taxmon, bittasi ko'rpacha taxlashga joy bo'lgan. Ikkita xonamiz jami 12 metr, narxi 13 million so'mga tushdi. Mana shu holati 13 million so'mga tayyor bo'ldi.